Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Menga juda ham ko'p savol tushyapti. Eng asosiy savollardan biri, doktor, siz bilan qanday bog'lansak bo'ladi? Ikkinchi savol, doktor, uyimizda bemor yotibdi, больницаga, ya'ni shifoxonaga bora olmaydi. Uyimizga kelasizmi? Uchinchi savol, chet elda qarindoshlarim yoki akam, ukam yoki opa singlim chet elda, bu bilan qanday davolaysiz, qanday konsultatsiya qilish mumkin degan savollarni berishyapti. Birinchi savolga, men bilan qanday bog'lanasiz? Men bilan bog'lanish juda oson. Har bitta video tagida telefon nomerimni qoldiraman yoki Instagramning shapkasida tepada telefon raqamim bo'ladi va ishlayotgan klinikamning adresi. O'shanga bossangiz, geolokatsiya o'zi ko'rsatib, o'sha bilan kelishlaringiz mumkin bo'ladi. Uyda yotib qolgan bemorlaringiz bo'lsa, men bilan bog'laning, adresingizni ayting. Vaqtni belgilab, ikkovimizga, sizga ham menga ham qulay vaqtni belgilab, albatta uyingizga borib bemorlaringizni ko'rib, kerakli konsultatsiya va kerakli dori darmonlarni qilishga, yordam berishga harakat qilaman. Chetda yurgan yaqinlaringiz bo'lsa, aka, uka, singil opalaringiz bo'lsa, mening telefon nomerimni bersalaringiz agar, o'shanda Telegram bilan WhatsApp bor. O'sha bilan menga bog'lanib yozsalar bo'ladi.